Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bu mashinamiz doimgi mijozimiz Jobir aka mashinalari. Bu mashinamizni orqa bort qismini remont qilishga qo'yganmiz. Qanotlarni almashtiramiz, orqa stoplarni almashtiramiz. Buni stokalarni almashtiramiz, bir qator qarab bergan olganmiz. Holatni ko'rib turibsizlar. Chirib ketmagani, xunuk narsa qo'yilgan, chiroyli narsa qo'yilmagan. Orqa qismlari, bu tomon qismlari. Buni o'rniga o'zimizda tayyorlangan sefdan qo'yib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Buni orqa qismini ham xudo xohlasa simcho'tka tozalab beramiz. Narsalarni olib, boshqa narsalarni olib. Gaz ballonimizni shu yerga mahkamlab yuborilgan ekan, ham olib, tagiga mahkamlab beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib beramiz ishingizni.